Buxorodagi uzoq kutilgan remont tugadi. Buxoromiz yanada yangilandi va chiroyli. Buni esa men hozir sizlarga ko'rsataman. Qani ketdik. Odam juda ham ko'p, o'tirishga joy yo'q. Hamma joyda har xil qo'shiq, har xil atmosfera. Hamma o'zi bilan videoga olish, rasmga tushish bilan band. Narsani ko'rib, prosta ko'zlaringiz quvnaydi. Men esa rasmga tushish uchun cholkamni taxlash bilan bandman. Prosta chiroyli, interesli narsalarni ko'paytirganlar. Ayniqsa, mana bu kastrulkalardan, choyniklardan qilingan domikcha menga вообще yo'q. Abdullajon filmidagi uchar tarelkalarni olib kelib yopishtirib qo'yganday, xuddi uchmasin deb. Nimadim shu domikni ko'rib meni xayolimga tushib keldi. Keyin esa mana shunaqa krugga keldik. Hozir sizlarga qisqacha nimaligini tushuntiraman. Короче, prosta aylana qilingan, har bitta joyga kirsalaringiz takoy boshqacha atmosfera. Buni endi qanaqadir ma'nolar bor, lekin men u narsalarga tushunmadim. Birinchisida yurakcha, ikkinchisida qanaqadir kartinkalar, qo'rqinchli, strashniy joylari ham bor. Hammasiga bitta-bitta kirib chiqishga sabrim yetmadi to'g'risi. Hamma joyda har xil qo'shiq. Men esa qo'shiqni eshitsam jim tura olmayman. Mana bu yoqda avariya bo'lishimga ham sal qoldi. Hay nima qilay, mendan boshqa hamma o'ynayapti. Короче, atmosfera bomba menga вообще yo'q. Shoshmanglar, mana bu domikchalar qolib ketdi. Qo'y raznosvetniy qilingan, bular menimcha ijaraga berilsa kerak, nimadir sotishga. Shu bilan aylanishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Menga juda yoqdi. Xo'sh, sizlargacha o'zgarishlar yoqdimi?